Mana shu domingiz oldida mana shunaqa oqadigan suv bo'lsa-da, mazzami, yozda, bahorda, kuzda chiqib, mazza qilib o'tirib, toza havo, hamma yoq yashil hudud, obod mahallamizda, yo'lli yuzi, futbolniy plashatka, bu yoq tarafimizda bizda Sezam, Billur, hamma targ'ov komplekslarimiz bor. Bu yoq tarafimizda mana yangi ochilgan magnit markazimiz ham shu yerda joylashgan. Xullas, mana bu lokatsiyaga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Egalari 105 ming so'rashyapti. Manzil Yunusobod 4-kvartaldamiz. Mana bu yo'l yuzidagi 9 qavatli bino. Fasadlarini ham ko'rsatib bering-da. Ekstremniy srochniy narxda bu uyimizni sotilyapti. Tezda shoshilib kelib xarid qilsangizni so'raymiz. Bu planirovkada zo'r deb baribir 95 kvadrat uy ichi plus yana 12 kvadrat o'zinaga kladovkasi, garderob qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Keling, qarang. Mana podyezddan kirishimiz bilan mana lift orqa tarafi 9 qavatli binolarda ani rasmiylashtirib o'ziga olib qolishadi. Butun shaharda shunaqa. Qarang, mana shu 10 tarafga kiradigan bo'lsa, bizning birinchi xonamizda spalniyamiz bo'ladi. Holati yaxshi, toza, kirib yashaydigan, mana prixochkani o'zini kattaligini ko'ryapsizmi? Вообще bahaybat. Eng yaxshi ko'rgan planirovka mana shu bo'ladi. Hop, kirishimizda 10 tarafimizda bizda prixo'ja mebel встроенный, bu qoladigan va bu tarafimizda bizda ikkinchi xonamizda bu как детский xonaga mo'ljallangan bolalar yotar xonasi. Hop, keling, bu tarafimizda esa bizda sanuzelimiz joylashgan, bu hammom. Va bu tarafimizda esa bizda 3-chi spalniyamiz, bu уже как родительский ota-ona yotar xonasiga hisoblangan bo'ladi. Anchagina kattaroq bu xona. Asosiy 4-xonamiz mehmon kutadigan uyga yuragi mana shu bo'ladi. Ko'rayotganingizdek holati yaxshi, narxiga juda ham arziydi. Yo'lli yuzi, bulvarning 24-7 ko'chada joylashgan joyimiz. Hop, bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz. Mana unvonliklar ham bor, bu planirovkada hojatxonalar ham keng. Va oshxonaga kiramiz. Chap tarafimiz встроенный kuxona garnituri, ovqat tayyorlaydigan zona. Bu yoq tarafimiz balkonimiz 2 ga 7 metr uzunligida. Akvarom, reshotka, yo'lli yuzi, bulvarniy ko'chamiz. Lokatsiya prosta juda ham zo'r. Narxi 105 ming egalari so'rashyapti. Har doimda kelishadigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini opsiyada qoldiraman. Bunaqa 4 xonali, bunaqa lokatsiyada qidirayotgan tanish-bishlaringizga samolyotda srochni jo'natib yuborasiz.